Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz Andijondagi masjidlardan biridamiz. Ushbu joyga chimyonda keramik sopolg'ichlaridan berilgan. Ko'rib baho bering. Oqi bilan qizil kombinatsiya qilingan. Oqi Namanganning g'ishi. Buni yorqishloqlik ustakalarimiz urib bitkizgan. Shunaqa savobli ishlarga g'ishlarimiz Alloh tuyiga urilsa ko'nglimiz taskin topadi. Farg'ona chimyon g'ishtlarini ko'rishinglar mumkin. Ustakalarimiz juda bob qilib urgan ekan. Mana yomg'irdan saqlab. Xudo xolasa g'ishtlar o'z holatini yo'qotmagan, rangini yo'qotmagan. Tumbalari 40-40 bo'lgan 1,5 g'isht. Buni razmeri o'zi uzunligi 25 sm, balandligi 6,5 sm. Endi 12 sm bo'ladi. Va 1 kvadratiga 52 ta atrofida ketadi. Shoplari 0,8 bo'lsa chiroyli chiqadi. Katta tashkilotlarda, zaborlar uchun ham tavsiya qilamiz. Juda chiroyli chiqadi. Mana bunday shapka qilib qo'yilsa, chakka o'tmaydi, g'isht o'z sifatini yo'qotmaydi. Yonboshidan urgan suv yoki qor g'ishtga ziyon yetkazmaydi. Faqat shu tepasidan tushmasa bo'ldi. Mana so'qullariga, shapkalariga e'tibor bering. Ustakalarimiz juda chiroyli qilib me'yorga yetkazib qo'yibdi.